Mijozimiz bizga mana shu suratni tashlab, "Alyorbek, menga ham xuddi shunaqangi turma yasab bermaysiz, bo'lmaydi" degani uchun "Bo'ldi" deydi, ishni boshlab yubordik. Ayni sinmasmikin deb ustiga chiqib ola qoldi. Shogirdlarim ayni kesadigan katta sirkulimiz bo'lmasa deyishiga qaramasdan boradimda bismillah deb aytib, qo'l bola usulda kesishga tushib ketdim. Lekin rosa qo'rqinchli bo'ldi, sindirib qo'yishdan rosa ham qo'rqdim. Kesib bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan sindirishga tushdim. Lekin sindirayotganda ham ancha qo'rqinchli bo'ldi. Noto'g'ri ketib qolish ehtimoli ham bor edi chunki. Ayni bo'lsa oson turmaydi. Chetlari qo'lni kesmasligi uchun chetlarini shlifoka qilib chiqdik. Asishinalarni ilishga tushib ketdik, tortmali tugmalarni devorga ilib qo'ya qoldik. Va natijani o'zlaring ko'rishlari mumkin. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, yoqmagan bo'lsa fikrlaringizni kommentariyada yozib ketasizlar. Xuddi shunaqangi kontentlar ko'rish uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu haqida mijozimizning fikri bo'lsa, eng yoqqani menga mana shu trimo bo'ldi. Ishlari вообще zo'r, sifati hamma yo'q zo'r. Eng arzonlari faqat ularda biz hamma joyda aylanib ko'rdik. Bemalol ularga ishonishlaring mumkin.